Assalomu alaykum guruh ahli. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Koson tumani 54-safxoz 53-safxozdamiz. Mana bu 3 yil oldin 2021-yil bu Ilhom akaning uyiga termitga qarshi ishlab berilgandi. Natijasi haqida mana o'zlaridan ikki og'iz eshitamiz. Ilhom aka, Şu kinleme kuyudu şu beytler yüzü belenge çıkıp kuyularını bir hib yatırdı. Şu kuyuyandan keyin umman yok şu anda. Uydu belenlerde vardı, istirahatlerde vardı, paslarda vardı, yerlerde bolaydı. Ha şu yukarı gidiyor şu kuyuyandan keyin. xursandmisiz? Zor. Rahmet sizlere Rahmat eshitganimiz bizga ham xursandchilik. Biyim ola çıkıyorsun benim. Telefon numeringizni ayting aka. 8'lik, 900'lik, 61'lik bir. Ilhom rais desa hamma taniysiz, ha? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun 2025-yil 26 fevral. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.